Aynurdan sabrliga. Assalomu alaykum opajon. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ochiqini aytadigan bo'lsam, YouTube'da faoliyatingizni boshlaganingizdan beri taniyman. Va hikoyalaringizni, she'rlaringizni mazza qilib, yig'lab eshitaman. To'g'risi, ismingizni bilmayman. Shu uchun sabrli opa deb murojaat qilyapman. Sizni o'zimga g'oyibona do'st sifatidami yoki sirdosh opa sifatidami ichimdagi hech kimga ayta olmagan gaplarimni sizga aytishni anchadan beri niyat qilib yurgandim. Anchadan beri. Bilaman, mening hayotimni ham olib chiqsangiz va to'g'rirog'i odamlar o'ziga kerakli bo'lgan narsani bilib olishsa yoki bu voqeadan kimdir o'ziga yaxshi xulosa chiqarsa xursand bo'lar edim. Oldindan rahmat. Sabrli opajon. Xullas, o'zim haqimda qisqacha ma'lumot bersam. Yoshim 27 da. Ismim Aynur. Qirg'iziston O'sh shahrida turaman. Ajrashganman, 2 nafar farzandim bor. Sabrli opajon, bilaman, meni xatimni o'qiyapsiz. Bundan juda ham xursandman va ko'nglim sezib turibdi. Sabrli opa, bir gap aytsam, internet, Telegram, Instagramga umuman ishonish kerak emas ekan. Hammasi yolg'on, safsata ekan. Shu sababli men ham shu Telegram orqali hayotda adashdim. Erim yaxshi edi. Yaxshi ishda ishlar edi. Men ham uyda ko'p zerikkanim uchun Telegram, chat tanishuv va ijod kanallariga ko'p kirardim. Kunlarning birida bir inson bilan tanishib qoldim. Keyin sekin asta yozisha boshladik. Qulay fursat, vaqtim bo'ldi deguncha unga yozib, telefonda gaplashadigan bo'lib qoldim. To'g'rirog'i, unga bir oy o'tar o'tmas qattiq ishonib, bog'lanib qoldim. To'g'ri, seni o'zingda ekan xato, xiyonat qilibsan eringga. Suf, la'nat deyishingiz mumkin, opajon, lekin u shu darajada meni o'ziga bog'lab oldiki, hatto erim, qaynonam, qaynotam, farzandlarim ham ko'zimga ko'rinmadi. U menga sevishini aytdi. 2 xotin qilib olaman dedi. Menga ko'p va'dalar berdi. Xohlaganingni olib beraman, mashina olib beraman. Xullas ko'p va'dalar berib, meni bunga ishontirdi. Keyin oradan bir hafta o'tar o'tmas uydan erim bilan urushib, bolalarimni tashlab uydan chiqib ketdim. Natijada ota-onam meni oq qilib yubordi. O'sha pastkash insoni deb ming la'nat bo'lsin o'sha kunga. Sabrli opa, bilaman, mendan qattiq nafratlanib o'qiyapsiz. Lekin ishoning, meni sizdan boshqa hech kim eshitmaydi. U bilan Bishkekda 15 kuncha birga yaxshi yashadik. Menga nikoh o'qitamiz deb va'da berdi, lekin hammasi quruq gap ekan. Keyin 15 kundan keyin boshqa Oysara degan bir juvonni topib, meni ko'chaga haydab soldi. Keyin ko'chada qolib ketdim. Ko'chada menga to'xtagan mashinaga chiqib, fohishalik balki undan ortig'ini ham qildim. Sabrli opa, iltimos, oxirigacha o'qing. Chunki tez kunlarda o'lsam kerak. Chunki o'shdan keyin shunaqa kasal yuqtirib oldim o'zimga. Va endi hozir faqat o'limimni kutyapman. Men o'limdan qo'rqmayman. Ertaga egasi yo'q qabristonga qo'yilaman. Hech kim meni ko'rgani kelmaydi. Chunki ota-onam
erim mendan kechib bo'ldi. Allohning har bir ishida xatolik yo'q. Xatoni insonlarni o'zi qiladi. Telegramdagi va boshqa efirdagi chatdagi insonlarga umuman ishonish kerak emas ekan. Opa, hozir judayam afsusdaman. Endi kech. Sabrli opa, lekin sizni har bir chiqargan ijrolaringizni qayta eshitaman. Ozgina bo'lsa ham menga qandaydir dalda beradi. Iltimos, mendek yomon, jirkanchli muxlisingiz borligidan nafratlanmang, iltimos. Opajon, rahmat. Ijodlaringizga omad tilab qolaman va Sokinlik sari rasmiy kanaliga rahmat aytaman. Shunday bir-biridan zo'r ibratli hikoyalarni chiqarayotganlari uchun. Va alaykum assalom, Aynur singlim. Maktubingizni o'qidim. Yuragim og'ridi. Chunki bu satrlarda alam ham, afsus ham, yolg'izlik ham bor. Siz yomon yoki jirkanch emassiz. Siz adashgan, aldangan va og'ir sinovga duch kelgan ayolsiz. Ha, xato qilingan, lekin biling, xato qilgan inson qadrsiz bo'lib qolmaydi. Insonning qadri uning tirikligi, nafasi va tavbaga kelish imkoniyatida. Alloh eshiklarni yopib qo'ymaydi, odamlar yopsa ham. Virtual va'dalarga ishonish, hissiyot bilan qaror qilish sizni shu yo'lga olib keldi. Hayotda ham shunday aldanganlar uchrab turadi, singlim. Ammo taslim bo'lish kerak emas. Bu hammamiz uchun og'ir, ammo kerakli saboq. Buni o'qigan har bir ayol ishonchni, ehtiyot qilishni, oilaning qadrini kech bo'lsa ham anglab olsin. Singlim, hayotingiz bu xato bilan tugamaydi. Farzandlaringiz bor. Ular sizni hali ham ona deb kutadi. Bugun qorong'u bo'lishi mumkin, lekin tun abadiy emas. Inson tirik ekan, yo'l bor. Men sizni ayblamayman. Men siz uchun duo qilaman. Eng muhimi, yolg'iz qolmang. Tavba qiling. Yordam so'rashdan, kechirim so'rashdan uyalmang. Bugun og'ir bo'lsa ham ertaga tuzalish imkoniyati bor. Alloh sizni tashlab qo'ymasin. Qalbingizga sokinlik bersin.